Assalomu alaykum aziz bolajonlar. Qadim zamonda bir tog'ning cho'qqisida bir jodugar kampir yashar ekan. U insonlarni juda ham yomon ko'rar ekan. Ammo kunlarning birida uni turmushga chiqqisi kelib qolibdi va go'zal bir qizga aylanibdi-da, tog'dan tushib, tog' etagida joylashgan qishloqqa yo'l olibdi. U yerda uni bir yigit ko'rib qolibdi-da, unga oshiq bo'lib qolibdi va unga uylanishini va'da beribdi. Jodugar kampir esa, agar xohlasang meni qasrimda yashaymiz, debdi. Yigit unga rozi bo'libdi va jodugarning orqasidan ketaveribdi. Buni ko'rgan yigitning onasi o'g'lini to'xtatmoqchi bo'libdi, chunki u kampirning yakka yolg'iz o'g'li ekan. Yigit esa onasiga qiyo ham boqmabdi. Uni so'zlariga quloq ham osmay, jodugarning orqasidan yugurib ketaveribdi. Jodugar esa toqqa qarab yo'l olibdi. Orqasidan yigit yuguribdi. Uning orqasidan esa yigitning onasi yugurganicha bolasini to'xtatmoqchi bo'lib, qo'lidan ushlagan ekan. Yigit onasini ittarib boribdi. Onasi esa jarlikka qulab halok bo'libdi. Yigit jodugar bilan uning kulbasiga yetib boribdi. Jodugar esa shu zahotiyoq yigitni itga aylantirib qo'yibdi. Endi nima desam, meni aytganimni qilasan, debdi jodugar. Kunlar o'tib, jodugar itvachchalarini dunyoga keltiribdi. Itvachchalari ham o'z onalari kabi insonlarni yomon ko'rib ulg'ayishibdi. Kunlardan bir kuni jodugar itvachchalarning bo'yniga sirtmoq osib, qochib ketmasin deb sayrga chiqishibdi. Itvachchalar esa o'zlarini to'rt yoqqa urib yugurishibdi. Ularning ketidan onasi yuguribdi. Itvachchalar onasini uynoqlab jarga tarishib yuborishibdi. Jodugar shu zahoti halok bo'libdi. Itvachchalar esa to'rtovi to'rt tomonga qarab yugurib ketibdi. Shu itlar dunyo bo'yicha ko'payib ketibdi. Shuning uchun ham ular insonlarni yomon ko'rgani uchun ham insonga qarab hurar ekan. Ertagim yoqqan bo'lsa, like bosib, podpiska qilinglar. Xayr.